Salom, men doktor Pankaj Hans. Asian kasalxonasining umumiy, minimal invaziv, bariatrik, robotik va lazer jarrohlik bo'limi direktoriman. Biz quyidagi barcha turdagi laparoskopik jarrohlik amaliyotlarini bajarib kelmoqdamiz. O't pufagi, tosh kasalligi operatsiyalari, churra jarrohlik amaliyotlari, qovuq sohasidagi churra, kindik churrasi, chandiqli churra, bachadonni olib tashlash operatsiyasi, bavosil, yoriq va fistula jarrohlik amaliyotlari, qalqonsimon bez operatsiyalari, ko'krak bezlari bilan bog'liq jarrohlik amaliyotlari, varikoz tomirlarni olib tashlash operatsiyalari, oshqozon ichak jarrohligi, jumladan ichak kasalliklari, qorin sohasidagi har qanday o'tkir yoki surunkali shishlar. Men umumiy jarroh sifatida 20 yillik tajribaga egaman va Asian kasalxonasida umumiy jarrohlik bo'limiga rahbarlik qilaman. Ballon shaklidagi operatsiya nima va u qanday ishlaydi? Ballon jarrohligi bu eng oddiy bariatrik jarrohlik usuli bo'lib, hech qanday jarrohlik amaliyoti yoki endoskopiya talab qilmaydi. Bu shunday kapsula bo'lib, uning ichida shar joylashgan bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, ushbu shar 550 ml hajmga ega, lekin bo'sh holatda. U kichik kapsula ichiga joylashtirilgan bo'ladi. U shunday ko'rinishda bo'ladi. Kapsula ichida o'ralgan holda keladi va bemor bu kapsulani yutadi. Suv bilan birga kapsula yutiladi va unga ip bog'langan bo'ladi. Mana bu yerda ip borligini ko'rishingiz mumkin. Bemor kapsulani yutgandan so'ng u oshqozonga yetib boradi. Ipning bir qismi esa tashqarida qoladi. Shu ochiq qism orqali biz ichiga taxminan 550 ml fiziologik eritma kiritamiz. Shar eritma bilan to'lgach, u kengayib oshqozonda taxminan 4 oy davomida qoladi. Sharning ichida bir bog'lovchi ip mavjud bo'lib, u 4 oy ichida o'zidan o'zi erib ketadi. Natijada sharning ichidagi suv asta-sekin chiqib ketadi va shar tabiiy ravishda najas yo'li orqali organizmdan chiqib ketadi. Ushbu muolaja uchun bemorga hech qanday jarrohlik amaliyoti talab etilmaydi. Sharni joylashtirish va olib tashlash uchun ham endoskopiya talab qilinmaydi. Bu butunlay nojarrohlik muolaja hisoblanadi. Ushbu shar yordamida bemor tana vaznining taxminan 15% ni yo'qotadi. Bu esa sezilarli darajada vazn tashlash imkonini beradi. Agar bemor jarrohliksiz vazn yo'qota olmasa, bu juda yaxshi usul hisoblanadi. Ayniqsa tana massa indeksi taxminan 35 bo'lgan yoki vazn tashlashni istagan ayollar uchun bu juda samarali texnika. Agar ular parhez va jismoniy mashqlar yordamida vazn yo'qota olmasalar, ushbu usul ular uchun juda yaxshi yechim bo'lishi mumkin. Operatsiyadan keyin bemorlar kasalxonada qancha vaqt qolishlari kerak? Bemorlar odatda kasalxonada 1 yoki 2 kun qolishlari kerak, ya'ni muolajadan 1 kun oldin va 1 kun keyin. Shu vaqt ichida biz bemorga tomir orqali suyuqliklar va dori vositalarini beramiz. Chunki muolajadan keyin ba'zi bemorlarda ko'ngil aynish, qusish yoki suvsizlanish kuzatilishi mumkin. Bemorning holatini nazorat qilish uchun kasalxonada 2 kun qolishi kerak. Bemor muolajadan keyin qanchalik tez odatdagi faoliyatiga qaytishi mumkin? 4-5 kun ichida bemor barcha kundalik ishlarni bemalol bajara oladi. Dastlabki 1 yoki 2 kun davomida oshqozonda biroz noqulaylik sezilishi mumkin, ammo vaqt o'tishi bilan bemor o'zini ancha qulay his qiladi. Ular odatdagidek ovqatlanishni boshlaydi va 7 kun ichida deyarli barcha turdagi taomlarni iste'mol qila oladi. Bemorlarga narkoz talab qilinadimi? Hech qanday narkoz talab qilinmaydi. Bu ambulator muolaja hisoblanadi. Umumiy narkoz ham mahalliy og'riqsizlantirish ham kerak emas. Bariatrik jarrohlik nima? Bariatrik jarrohlik bu vazn yo'qotish yoki metabolik sindromni davolash uchun bajariladigan jarrohlik amaliyotidir. Ushbu operatsiya laparoskopik usulda amalga oshiriladi. Laparoskopik degani bu kichik kesik orqali bajariladigan jarrohlik bo'lib, oshqozon hajmini kamaytirish yoki ba'zan oshqozon hajmini kamaytirish bilan birga ichaklarni chetlab o'tish operatsiyasi ham bajariladi. Bariatrik jarrohlik natijasida bemor ortiqcha tana vaznining taxminan 80-90% ni yo'qotadi. Shuningdek, qandli diabet va boshqa ko'plab tibbiy muammolardan to'liq qutulish mumkin. Uzoq muddatli vazn yo'qotish natijalariga faqat va faqat bariatrik jarrohlik yordamida erishish mumkin. Bariatrik jarrohlikdan keyin tiklanish vaqti qancha?
Bariatrik operatsiyalardan so'ng bemor kasalxonada 4-5 kun qolishi kerak, ya'ni operatsiyadan 1 kun oldin va 4 kun keyin. Operatsiyadan 2 kun o'tgach bemor kuniga taxminan 1 litr suyuqlik ichishni boshlaydi. 4-5 kun ichida bemor o'zini ancha qulay his qiladi, yurish, harakat qilish va oddiy kundalik ishlarni bajara oladi. 10 kun ichida esa bemor to'liq o'ziga kelib, ishiga qaytishi mumkin. Bemor qancha vazn yo'qotishi mumkin va bu qancha vaqt ichida sodir bo'ladi? Oldin ham tushuntirganimdek, bariatrik jarrohlik natijasida bemor ortiqcha tana vaznining taxminan 80-85% ni yo'qotadi. Masalan, agar bemorning vazni 100 kilogramm bo'lsa va uning ideal vazni 60 kilogramm kerak bo'lsa, u bariatrik operatsiya orqali taxminan 30-35 kilogramm vazn tashlashi mumkin. Bariatrik jarrohlikdan keyin bemorlarga qanday kuzatuv kerak bo'ladi? Birinchi kuzatuv 10 kundan keyin amalga oshiriladi. Odatda xalqaro bemorlar biz bilan 10 kundan keyin bog'lanadi. So'ngra 3 oy, 6 oy va 1 yil davomida qo'shimcha kuzatuv talab qilinadi. Ko'pincha xalqaro bemorlar video maslahatlashuv orqali kuzatuvdan o'tadi. Biz ularga zarur tahlillar va tekshiruvlar haqida ko'rsatmalar beramiz. Ular bizga o'z tahlil natijalarini onlayn ravishda yuborishadi. Shundan so'ng, agar kerak bo'lsa, biz ularga dorilar yoki qo'shimcha tavsiyalar beramiz. Laparoskopik jarrohlikning ochiq jarrohlikka nisbatan qanday afzalliklar bor? Laparoskopik jarrohlik bu yaxshi shakllangan va zamonaviy texnika bo'lib, bemor kichik keskilar orqali davolanadi. Bu usul kalit teshigi jarrohligi deb ham ataladi. Atigi 3-4 ta kichik kesik orqali katta jarrohlik amaliyotlarini bajarish mumkin. Hatto katta churralar va ichki a'zolar bilan bog'liq murakkab operatsiyalar ham laparoskopik usulda bajarilishi mumkin. Laparoskopik jarrohlikning ochiq jarrohlikka nisbatan quyidagi asosiy afzalliklar bor: tezroq tiklanish, kasalxonada qisqa muddat qolish, kamroq og'riq va tezroq ishga va odatdagi hayotga qaytish. Ushbu muolaja uchun bemorga umumiy narkoz kerakmi? Ha, har qanday laparoskopik jarrohlik uchun umumiy narkoz talab qilinadi. Operatsiyadan keyin bemor kasalxonada qancha qoladi? Bu bajarilgan jarrohlik turiga qarab. O't pufagi operatsiyasida bemor kasalxonada 1 kun qoladi. Churra operatsiyasida ham 1 kun. Ichak operatsiyalari muolajaga bog'liq ravishda 1 yoki 2 kun. Churra, ya'ni diafragma churrasi operatsiyasi uchun 2 kun qolinadi. Shunday qilib kasalxonada qolish muddati bajarilgan jarrohlik turiga bog'liq bo'ladi. Necha soatdan keyin bemorlar ovqatlanishi mumkin? 4 soatdan keyin bemorlar ovqatlanishi va ichimlik ichishi mumkin. Operatsiyadan keyin qanday alomatlar, muammo mavjudligini ko'rsatish mumkin? Odatda bemorlar biroz og'riq his qilishadi. Bu har qanday jarrohlikdan keyin kuzatiladigan odatiy holat. Bundan tashqari isitma, qusish yoki ko'ngil aynishi kabi belgilar ham kuzatilishi mumkin. Biz bemorlarni 1 kun kasalxonada kuzatuvda ushlab turamiz, ammo odatda bundan ortig'i talab qilinmaydi. So'nggi 20 yil davomida men ushbu jarrohliklarni bajaryapman va hech qachon jiddiy muammolarga duch kelmaganman. Bemorlarimiz jarrohlikdan keyin juda xavfsiz holatda uyga jo'natilinadi.